Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Inshaalloh mana bugun nima deydi, konkursni boshlayapmiz. Shu ikkala quyonimiz karlik dekorativniy banan 2 oylik bo'lib qoldi. Bir para konkurs e'lon qilamiz. Ya'ni qanday? Shu albatta kanalimizga obuna bo'lgan bo'lish kerak. Shu videoni ko'rib like bosib albatta videoga kimi kommentariyasi zo'r chiqib, o'sha kommentariyani like ko'p bo'lsa, o'sha insonga shu quyonni chiqarib yuboramiz. Albatta o'zlari yo'l kirasini to'lab oladi, qaysi viloyatdan bo'lsa ham. Quyonlarimiz sifatli, juda go'zal. Unga bunga tarqatib qo'yasizlar. Albatta to'g'ri halollik bilan ish qilamiz o'yinda. Kommentariyalaring ko'p like yiqqan odamga beriladi. Mana bugun inshaalloh 13 mi? 13 bo'lsa bir hafta yoki 10 kun. 23-kuni jonli efirda g'olibni aniqlaymiz. Karlik dekorativniy baran quyoni. Albatta konkursda ishtirok etinglar. Hali quyon bering deganlar borda, albatta videoni ko'rsalaring, shu like bosib videoga chiroyli kommentariy yozinglar. Inshaalloh nasib qiladi hammalaringga. Yana endi boshladik, xudo xohlasa. Oldin avvallari ham turardik bunaqa konkurslarni. Yana yaqin kunlarda buni o'tkazib olganmiz, bu konkursimizni. Yana inshaalloh yana konkurslar qilib turamiz. Sizlardan albatta obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar. Mana bu ikkalasi bir para. Sames samka, ya'ni erkak urg'ochi. Albatta like'larni bosib, kommentariylar cho'tki qilib yozasizlar, bangillatib, obuna bo'linglar albatta. Kanalimiz inshaalloh bir 10 mingtaga chiqib olamiz deb o'ylayman. 10 mingga yaqinlashib qoldi, 7 ming bo'lib qoldi obunachimiz. Endi qancha ko'p bo'lsa shuncha qiziq bo'laveradi obunachimiz ham. Albatta like bosinglar, kommentariya yozinglar. Kommentariyalaring yaxshi chiqsa, o'sha odamga like ko'p bo'lsa, inshaalloh 23-kuni jonli efirda, shu yerda inshaalloh jonli efirda g'olibni aniqlaymiz. Sizlarga omad, hamisha sog' bo'linglar. Yaqinlaringga tarqatib qo'yinglar. Endi pardeshkada sizlardan albatta kanalda rivojlantiramiz. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim. Mana bugun inshaalloh videoni joylaymiz. Sizlarga rahmat. Hamisha sog' bo'linglar. Mana juda sifati zo'r, tumshuqlari ham, quloqlari ham zo'r kelgan quyonni. Albatta videolarimizga like bosib, tarqatib qo'yamiz unga bunga. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim. Sog' bo'linglar.